Assalomu alaykum qadrli Cherry ishqibozlari. Bugungi obzorimizda Cherry Tiggo 7 Pro avtomobilini salonini obzor qilaman. Qani keling. Qadrli do'stlar, Cherry Tiggo 7 Pro avtomobilini saloni judayam chiroyli, chiroyli dizaynga ega. O'zida podsvetkalari bor. 64 xil rangda yonadi. Xohlasangiz o'zingiz xohlagan rangga moslashtirib olsangiz bo'ladi va undan tashqari o'sha qo'shiq eshitayotganingizda muzikani bassiga qarab turib, o'zgaradigan qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qani bismillah. Qani mashinamizni zavod qilamiz. Avtomatiskiy pamять sideniyasi o'zi pamять sideniyasini regulirovka qilib oladi. Mana bu joyida ikkita odam uchun pamять sideniyasini настройка qilib olsangiz bo'ladi. Sideniyalari elektroprivodda bo'ladi. Mana bu yoqda joystiklari oldiga, orqaga spinkasini yotqizsangiz bo'ladi va bu yoqda podushkasi ham bor. Salon ichi полностью o'sha akvaprintlar qilingan. Bu yoqda o'sha stiklopodъемniklar qo'llar qisib qolmaydi. Детский rejimi bor. Salonni ichi полностью shumoizolyatsiya qilingan, yumshoq eko koja, hattoki bu yerlari ham. Tashqaridagi shovqin ichkariga umuman eshitilmaydi. Undan tashqari salon ichidagi haroratni ushlab berishga yordam qiladi. O'sha 30% shumkasini hisobiga yozda konditsioner yoqsangiz salon ichi salqin bo'lib turadi. Qish kunida pechka yoqadigan bo'lsangiz, o'sha issiq haroratni salon ichida ushlab bera oladi. Tak, rulimizdan boshlasak, rulimiz multirul hisoblanadi. Elektronniy, elektrousилительli, katta tezlikka chiqqaningizda rul og'irlashadi. Ya'ni katta tezlikda ketayotganingizda rulingiz agar shunaqa yengil bo'ladigan bo'lsa, yo'nalishdan chiqib ketishingiz mumkin. O'shani hisobiga bu yerda sportivniy rul, katta tezlikka chiqqaningizda rul o'zi og'irlashadi. O'ng taraf konsolimizga keladigan bo'lsak, qo'shig'i baland-past qilsangiz bo'ladi. O'sha keyingi qo'shiqlarga o'tkazsangiz bo'ladi. Через Bluetooth ulab olganingizda kimdir telefon qilsa ko'tarsangiz bo'ladi, o'chirsangiz bo'ladi va bu yoqda rul obogrevi mavjud. Rulimiz 15 sekundda qiziydi. Qish kuni mazza qilib issiqqina rulda haydab ketaverasiz, xudo xohlasa. Bu yoqda голосовой управлениялari ham bor. Bu yoqda bo'lsa chap tarafimiz полностью o'sha скоростьga qaraydi. Cruise kontrollari bor, o'sha ограничение скоростьlari bor. Cruise kontrolga ulab deylik 60 da ketyapsiz, tezlashtirsangiz bo'ladi va sekinlashtirsangiz ham bo'ladi o'sha. Monitorimizga keladigan bo'lsak, monitorimizda ikki xil o'sha fonoviy anaqasi mavjud. Xohlasangiz mana shunaqa siferblatli qilib qo'ysangiz bo'ladi. Tezligingizni mana shunaqa sonli raqamlarda ko'rsatib turadi. Xohlasangiz o'sha taxometrli qilib, spidometr qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana hozir o'zgartirib beraman, ko'rsatib. Mana kiramiz va klassikaga o'zgartiramiz. Mana monitorimizda o'zi ограниченияsi bor. Deylik, xohlasangiz 60 tezlikka o'sha o'rnatib qo'ysangiz, deylik, shahar ichida 60 maksimal tezlik, o'sha 60 ga o'rnatib qo'ysangiz, 60 tezlikdan oshirayotganingizda har doim monitorda 60 tezlik aks etib, signal berib sizga ogohlantiradi. O'sha belgilangan tezlikdan oshirib ketayotganingizda. Bu yoqda faralari mana avtoda turibdi. Avtoga qo'yib qo'yganingizda datchik svetasi bor. Kechqurun faralari o'zi yonadi, kunduzi o'zi o'chadi. Faqat margat qilayotganingizda ishlatishingiz mumkin. Boshqa payti o'zi yonadi, o'zi o'chadi. Tunnel kirganingizda ham 2 sekund zadержкасы bilan o'zi yonadi. Undan tashqari moy, suv, antifriz, dvornikdagi o'sha dvornik bachugidagi suvlar, tormozной жидкость qanaqa o'sha o'zidagi жидкостьlari bo'lsa, hammasi kamaysa, avtomatiskiy monitorda sizni ogohlantiradi. Ya'ni siz bu narsadan bexabar qolib ketmaysiz. Undan tashqari, mashinani agar 3-4 soatdan oshiq haydaydigan bo'lsangiz, mashinada bu yoqda kofe значогi chiqib turadi, kofe idishini. Ya'ni bu nima degani? Bu degani уже 3-4 soatdan beri mashinada yuribsiz. Mashinani o'zi bu narsani o'sha sezgan holatda sizga ogohlantirish beradi. To'xtab turib
kofe ichib oling yoki dam oling degan o'sha ogohlantirish belgisi hisoblanadi. Bu yoqda monitorimizda Apple CarPlay ulab olsangiz bo'ladi. Yokida Bluetooth ulab olib qo'shiq eshitib ketsangiz bo'ladi. Apple CarPlay orqali ulab olsangiz, YouTube'dan o'sha qo'shiq, klip xohlagan anaqalaringizni qo'shib ketsangiz bo'ladi. Bu yoqda mana parktroniklarni o'sha signal ovozi, bu yoqdan o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Ovozini yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu 360 kamerasi mana buni bitta bosib ko'ramiz. Mashinamizni mana 3D ga qo'yamiz. Mashinamizni полностью o'sha 3D da ko'rsangiz bo'ladi. Oldida, orqasida, yon atroflarida nima bor yo'qligi hamma narsa ko'rinib turadi. Sun'iy intellekt bo'yicha mashinani полностью ko'rsatadi. Konkretno qaysi eshigi ochiq yopiqligigacha aniq ko'rsatib beradi. O'zida start stopda zavod bo'ladi. Tak, konditsionerda mashinamiz umuman bo'g'ilmaydi. Bu yoqda 9 zonli klimat kontrol bo'ladi. Bu yoqda mana va air clean sistemasi tashqaridagi havoni filtrlab, toza filtrlangan havo haydab beradi. Shamol tezligini regulirovka qilsangiz bo'ladi. Ikkita oldi sideniyalar obogrevlari, bu eng balandi, bu o'rtacha rejimi. 9 zonli klimat kontrol, xohlasangiz bu tarafga konditsioner, bu tarafga pechka yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'p, buni hozir o'chirib turamiz. Undan tashqari orqa qatorda ham sideniya obogrevlari mavjud. Orqa o'rindiqlari ham qiziydi va orqa qatorda ham konditsioner deflektorlari mavjud. Barimizning ichida холодильник bor. Bu yoqda 300 беспроводной zaryadka. O'zini shtatniy pultidan zavod qilsangiz bo'ladi. Mashinani 3 metr uzoqlashsangiz, mashina o'zini o'zi qulflab oladi. Ya'ni hech qachon mashina esingizdan chiqib qolmaydi. O'sha qulflash, ya'ni. Yaqinlashganingizda o'zi ochiladi, uzoqlashsangiz o'zini o'zi qulflab oladi. Pultni o'zidan bagajni ochsangiz bo'ladi va aynan mana shu knopkani bosib tursangiz, mashinani uydan turib zavod qilsangiz ham bo'ladi. Va yana bir qulayliklaridan biri, aynan mana shu knopkani bosib qo'ysangiz, lobovoy oynasi ham qizib, qish kuni deylik qor yoqqan bo'lsa, bir qarich qorlar ham erib tushadi. Akustikasi полностью Sonydan yig'ilgan, elektronikasi Bosch, korobka motor Volkswagen. 60% zapchastlari nemetskiy производство bo'lgani uchun bu mashinamizga 150 ming kilometr garantiya beramiz yokida 5 yil garantiyasi bor. Sportivniy joystik, oddiy harakat bilan D'ga bitta o'tkazsangiz, bitta o'tadi, bittada tortsangiz do konca otaveradi. Oddiy harakat bilan parkovkaga qo'yib qo'yasiz yokida Tiptroniga ham bor. Shuni chapga o'tkazasiz, 2, 3, 4, 5 o'zingiz skoroskga urib ketsangiz ham bo'laveradi. Elektron ruchnik va avtoholdi bor. Avtohold juda ham qulay funksiya. Deylik, probkalarda turganingizda o'sha tormozni kelib to'xtadingiz, tormoz qo'yib yuborasiz, mashina joyida turaveradi. Bu faqat remen taqqaningizda ishlaydi. Полностью salon sideniyalari eko-koja bilan jihozlangan. Bu degani chexol, ortiqcha xarajat qilmaysiz, shumkaga xarajat qilmaysiz. Nega deganda o'zida tayyor 30% zavodskiy shumkasi bor. Magic Carlo ustanovka qilib o'tirmaysiz, pultlaridan zavодящий. Xullas, salonning ichi mana shunaqa juda ham ajoyib dizaynga va funksiyalarga ega. Xudo xolasa kommentariyalarda keyingi avtomobilimizning obzori qaysi ekanligini yozib qoldirsangiz, sizlarga hammasini ko'rsatib, tushuntirib beramiz. Va asosiysi, bu mashinamizda 6 ta xavfsizlik yostiqchasi bor. 1, 2, 3 va bu stoykasida ham 4 va sideniyani yon tarafidan ham o'sha ikkita orqa passajirlar uchun общий hisobda 6 ta xavfsizlik yostiqchasi bor. Xudo xolasa Cherry Adaymaster filiallarida kelsanglar test drive qilib beramiz. Aynan bu mashinalarimizni hozirgi kunda foizsiz рассрочка va kam foizli avtokreditlarga xarid qilib ketishinglar mumkin. Hammanglarni Cherry Adaymaster avtosalonlarida kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa kelsanglar, sizlarga ham test drive qilib beramiz. Haydab ko'rasizlar, yoqsa bir kunda o'zingizlarning nomingizga xarid qilib ketsanglar bo'ladi.